xotira pasayib ketishining 3 ta asosiy sabablari bor. Birinchisi, yaxshi uxlay olmaslik. Kuniga 7-8 soatdan kam uxlash xotira pasayib ketishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi, chalg'ish. Bir vaqtning o'zida 2-3 ta narsaga chalg'ish xotira pasayib ketishiga ham olib keladi. Endi xotirani qanday o'tkirlash mumkin? Ya'ni siz nimanidir xatgadir qo'ygansiz, kalitimi eshikni yopdimmikin, qana qildimikin, nima qildimikin, xatga qo'ydimikin, telefonni yo'qotib qo'yadiganlar, qo'lda turib telefon qaraydigan insonlar ham bor-da. Xotirani mustahkamlash uchun nimanidir siz o'qishda o'qiydigan bo'lsangiz, repetitorda boradigan bo'lsangiz, nimanidir ish qiladigan bo'lsangiz, siz rasm chizishingiz kerak miyada. Shunaqa Xitoylar shunaqa o'rgatishadi. Ya'ni nimanidir eslab qolish uchun o'sha narsani miyada, xotirada, ya'ni ko'zingiz yumgan holatda rasmini chizishingiz kerak. Shundagina xotirangizni yaxshi mustahkamlaydi. Miya asosiy narsa deb bu saqlab qo'yish, saqlanib qo'yish holatlari ko'proq kuzatiladi. Va ikkinchisi, ya'ni giyohlardan nima iste'mol qilishimiz kerak yoki mahsulotlardan deb aytib o'tganlarga, mayiz bilan yong'oq. Mayiz bilan yong'oqni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, haftada 2-3 marta iste'mol qiling, xotirangiz o'tkir bo'ladi. Shu videoni repetitorga qatnaydigan xotirasi past, o'zining ismini ham esdan chiqarib qo'yadigan tanishlarga jo'natib qo'yamiz.